Kitob o'qishni biladiganlar diqqat bilan eshiting. Xoh yosh yigit bo'ling, xoh qiz bola, xoh yangi kelin-kuyov, xoh ota-ona, xoh yoshi ulug' insonlar. Farqi yo'q. Men sizga hayotingizga nur kirgizadigan, hayotingizga quvonch, yaxshilik va biz sevgan insonlarni oilangizga, uyingizga kiritadigan 6 ta kitobni tavsiya qilmoqchiman. Ushbu 6 ta kitobni oilangizga, uyingizga olib kirganingizdan keyin vaqtincha boshqa kitoblarga qo'l urmay qo'yasiz. Bular birinchisi Payg'ambar alayhisalom bilan birga Payg'ambar bilan kitobi. Payg'ambarlardan keyin eng sevimli zot bo'lgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan do'stlashasiz. Undan so'ng adolat va odillikning belgisi bo'lgan Hazrat Umar haqidagi kitob. Undan so'ng ayolingiz uchun siz ham sahobiyasiz kitobi. Singillarimizga alohida tavsiya qilaman. Va bugun juda ham biz uchun kamyob holat bo'lib ketayotgan haqiqiy erkak bo'laman deydiganlar uchun faqat erkaklar uchun kitobi. Va nihoyat biz sizga hikoya qilib beramiz kitobi. Ushbu kitoblarni asta-sekinlik bilan birma-bir oilangiz davrasida, do'stlaringiz davrasida, sinfdosh, kursdosh, qarindoshlar orasida yoki gapda, hattoki choyxonada ham o'qishni boshlasangiz, eshitganlar ham, o'qigan ham hayotiga nur kirayotganligini his qiladi. Zamonaviy sharq adabiyotida islom madaniyatiga ulkan hissa qo'shayotgan yetuk olim yozuvchilardan biri Adham Sharqoviyning 6 ta tanlangan asarini kimgadir hadya qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizga o'zingiz hadya qilishni istasangiz, Munir nashriyoti tomonidan mana shunday ko'rinishida chop etilgan. Ushbu kitobni Uzum Market ilovasining Munir nashriyotining rasmiy do'konidan xarid qilishingiz mumkin yoki izohlarda plus belgisini qoldirsangiz ham bo'ladi.